Assalomu alaykum. Ming Turkun jo'nako'y oshxonasina xush keldingiz. Bugun mash pirogini tayyorlab ko'rsatdim. Video qiziq bo'lsa, oyog'ini cheyin ko'rishni sunushtayman. Alg'achqi yumushimiz bir piyola mashni juvib tozalab qaynatuvga qo'yib olamiz. Mana qaynab chiqdi. Qursog'i cho'ng'ib, jarilgancha qaynatib pishirib olamiz. Tayyor pishgan mashni tarelkaga solib, jayib, muzlatib qo'ying'iz. Bu uchurda pirogning xamirini tayyorlab oling'iz. Chim-chim tuz, bir paketdan razrыхлитель jana vanilin, yarim choy qoshiq soda, barini yaxshilab aralashtirib chiqamiz. 2 yumurtani idishga chaqib, 1 piyola qum shakarni solib, mikserning yordamida ko'pirtib olamiz. Mana shunday oppoq massa bo'lganda 1 stakan Jalolabad gazlangan suvini quyib, birday massa bo'lguncha aralashtirib, 1 piyola o'simlik mayini quying'iz. Yaxshilab aralashtirib bo'lgan so'ng qayradag'i gazlangan suvdan yarim stakan quyamiz. Mana bizning tayyor massa tayyor bo'ldi. 360 gram o'lchamidagi unni az-azdan solib, pirogning xamirini tayyor qilamiz. Albatta, videoni oyog'ini cheyin ko'rishni sunushtayman. Videoning yurishida xamirdan qo'yuvligi qanday bo'lishi ko'rinadi. Sizda shunday qilib tayyorlasangiz bo'ladi. Manaki pirogimizning xamiri mana shunday qo'yib bo'lganda muzlagan mashni solib aralashtirib chiqamiz. So'zsiz turda mashni yaxshi jarilib pishganda anan olib muzlatuvga qo'ying'iz. Yaxshilab aralashtirib olgan so'ng 6% уксусdan 1 choy qoshiq quyib yaxshilab aralashtirib qo'ying'iz. Mana shu uchurda duxovkani jandirib 200 gradusda qizib turgan duxovkaga 25-30 minutga pishirib oldik. Manaki zubachka bilan tekshirib olamiz. Zubachkamiz quruq, bizning pirog tayyor. So'z turda muzlatib, andan so'ng kesamiz.
пирогду кооздоп тарелкага салып тартуу бул өзүңүздүн фантазияңызга жараша. Мен жөн гана сахарный пудраны сээп койдум. Сиз да өзүңүздүн шартыңызга жараша даярдап кооздоп алсаңыз болот. Тамагыңыздар таттуу болсун. Сиздерге да сунуштаймын. Өтө даамдуу, сонун пирог даяр болду. Эгер менин видеом сизге жакса, сөзсүз түрдө бармактын учун көтөрүп, лайк баскычын басып, комментарий жазууну унутпаңыз. Каналымда жаңы болсоңуз, сөзсүз түрдө катталып, коңгуроочону басып, жакындарыңыз менен бөлүшө кетиңиз. Тамагыңыздар таттуу болсун. Кийинки видеодон амандашып жолугушканча сак саламатта туруңуз. Эгер менин видеомдон өзүңүзгө керектүү маалыматты алып пайдаланган болсоңуз, мен абдан кубанычтамын. Ар дайым ар бир үйдө тынчтык болсун. Дайым ден соолукта болуңуз. Кийинки видеодон көрүшкөнчө.